Hammaga salom va bugungi videoyim Get Ready With Me'dan boshladik. Adashmasam bu birinchi marta salomlashim. Esimda undan oldin salomlashdim yoki yo'qmi? Xullas montaj qilayotgan to'g'rilab boraman. Bugun hozir Oqtosh ketyapmiz, shuning uchun narsalarni yig'aman. Birinchi bo'lib o'zimni atributlarimni olaman, chunki undan oldin 5 barmoqqa boramiz reklamaga. Uyimdagilarni o'rgatib qolman. 5 barmoqqa boramiz. Ikrom 5 barmoq degan joyga Chernayevkani yonida joylashgan. Menimcha ko'pchilik eshitgan bo'lsa kerak, chunki Instagramda rosa ko'p blogerlarda men ko'rdim va rosa prям o'zimga ham yegim kelib ketdi-da. Shuning uchun birinchi bo'lib shirpildoq yeymiz. Undan keyin esa Oqtoshga o'sha rassvetda quyoshni chiqishini ko'rishga boramiz. Plus hali bir oydan beri pashti yo'talib yuruvdi. O'sha yo'talni ham endi ishlar bo'yicha qasdi oldini olar ekan. Shunaqa. Tak, o'zim bilan birga shtativ olaman, bunaqa kichkinagina kameramni olaman. Aytishdiki, u yoqda tapcha narxi 50 mingdan kechada 100 minggacha ekan. Tak. Tapcha narxlar 50 mingdan 100 minggacha ekan. Plus svet unaqa yo'q ekan. O'tligiz fonarik berishar, chunki uyda hozir fonariklarni hamma zaryadka qilib oldim, чтобы kechasini bar bolalar bilan qiyinroq bo'ladi-ku. Svetlarni yoqib qo'yish uchun. Keyin nima deyishdi, ovqat-poqatlashni bunaqa narsa yo'q ekan. Shuning uchun hozir yo'lga такой ertalab завтракка, перекус qilishga такой mayda chudalar olamiz, такой дикий природада piknik bo'ladi. Вообще классно. Zo'r. Anchadan beri xohlagandim shunaqa joylarga borishni. Вот, mana bugunga nasib qilgan ekan. Tak. Kameralarimni olaman. Narsalarimni, bolalarning issiq kiyimini, pampers обязательно. Mayda chudalarni olamiz, o'zimga ham issiq kiyimlarimni. Xullas toza havoga boramiz. Orqa fonda ikkita bola uxlayapti. Hozir soat уже 5 bo'lib qoldi. Turmush o'rtog'im kelishlari kerak. Вот, ular kelsalar sekin yig'ilib chiqib ketamiz. Tortsalari kanalizatsiya yo'lga tortlar. Biz yo'lga chiqdik. Hozir birinchi bo'lib 5 barmoqqa boramiz. Keyin esa Oqtoshga. Ana kepkalarni oldingizmi? Kelib qolmadim. Biz Ikrom 5 ga keldik, qaranglar. Prям yurtning ichida ekan. Interyer вообще zo'r. Даже kiyimlar ham bor ekan, yirtimni xontaxta. Yech oyoq kiyimini. Issiq kunda ham kelsa, konditsionerlar ham bor ekan. Pasha. Hammasi. Rosa zo'r joy ekan boru, prям природа, toza havo, shunday sezilib turibdi. Bor shaharga nisbatan ikkita bolam stol ustiga o'tirib olib, hozir ovqat yeb yotibdi. O'sha mazaga konditsioner ham bor ekan, teplый pol ham bor ekan, qishda ham, yozda ham kelsa bo'lar ekan. Ishqilib zo'r. И этот поварlar ham haqiqiy qozoqlar qilishar ekan qasd ovqatlarni. Vashi mazza. Hozir mana qaynomlar, xolajongilar, turmush o'rtog'im men tortalarimizga yeyamiz. Ikkita bola. Qara. Qozoni bola kirib oz ochilib qolsa kerak. Stol qandoqda o'tirishdi dedi. Shu Chernayevka местныйlarda bo'lgan. Havoli qanaqa suzma ekan. Suvni olib kelishdi. Go'sht suvini. Zo'r ekan. Xamirlarimiz keldi. Hozir go'shtlari keladi. Mana suvni ham qarang. Joy namozini bunaqa. Qo'l ekansan-ku, Xalid. Qo'l ekansan. Xullas bizga xamirni olib kelib berishdi. Lekin akasi mana suvni menimcha birinchi ichib olish kerak edi. Keyin xamir, lekin go'sht yo'q hali. Ajoyib. Yo'q, Xalidga bermayman. Kel. Xamir solib beraman. Ha? Qaza. Biz Oqtoshga keldik. Shunaqa deb Balidan chiqdik. Mana bunaqa davchani. Bizda почти soat 5. Biz o'sha uxlab turdik. Kecha kelayotganimizda hech faqat tapchalarda odamlar bor edi-da. Такой закрытый tapchalarda hozir ko'rsatdim. Hozir
pastda odamlar rosa ko'p. Prям yurishga joyi, odamlar shuna yerga shag'alga joy solib uxlashyapti, quyoshni kutishyapti. Asosan yosh kattalar kichkina bolaliklar, prям yosh katta, budalchikalar, kichkina bolalar. Вот. Shuncha hozir o'tiribmiz, kutib quyosh chiqishini. Ikkita bola uxlayapti. Bir xalit uyg'ondi, keyin dash yana uxlab qoldi. Shunga shunaqa. Природа. Sizlarga ko'rinmayapti, lekin shunaqangi tez quyosh chiqishni boshladi. Nomida kamerada olamiz, lekin ko'rsataman. Bizani putешествиямыз o'z nihoyasiga yetdi. Hozir ketyapmiz. Hozir Xalit bilan kelamiz, mashinadamiz. Qolganlarni kutyapmiz chiqishini. Xolajongilar bilan oyijongilar. Вот, hozirlarga bu yerda atrofni ko'rsataman. Prям вообще chiroyli zo'r joylar. Kech payt ko'rsatmadim. Endi hozir kunduzi ko'rsataman. Bu yerda получается стоянка, naryoqda tapchanlar, bu yerda joy tapchanlar emas, prям shovqin joy bo'lgani uchun. U tepada ish qilib ketadigan joyda tepa kiriladi. O'sha yerdagi tapchanlarda biz o'tirdik. No, zo'r ekan. Voy, qara Xalit. Привет qil. Sen mashina haydayapsanmi? Voy, молодец. Mashina haydashni bilasanmi? Sen uyingda mashinang bor-a, o'zingni ham. Biz bugun dushanba, semeyda edik. O'z odatda yakshanba kuni ko'cha chiqardik, lekin bugun dushanba kuni chiqdik. Вот, skverga keldik, Florida degan kafega. Hozir narsalar zakaz qilib, kutib o'tiribmiz. Faqat tug'ilmagunimcha aylanib olish kerak, chunki точно 1-2 hafta uydan ko'chaga chiqa olmayman. Bu yerda Xalit, привет qil. Привет. Juda ham to'qib chiroyli joy ekan. Esni bor, bundan juda bir 5-6 yil oldin anaqaga keluvdik bu yoqqa. Sitora o'rtog'im bor-ku, Usmonova vlog o'shani tug'ilgan kuniga. Juda ham yoqgan edi. Mana bugun yana keldik. Hali ko'chalardan ko'rsam, ko'chada ham rosa chiroyli zo'r atmosfera. Такой прям уютный, семейный joy. Tak, choy oldik, bunaqa fruktovoy choy. Men o'zimga iced tea oldim. Iced tea'ni degustatsiya qilamiz. Yanaba. Такой прям кисленький, ягоdalar mazalari bor ekan, вкусно. Так, desertga shunaqa vafelka oldik. Vafelning ustiga bananni ko'rib, Xalit saryo deydi. Saryo deb o'yladi. Bunaqa salat. Oldingi safar boshqa joydan shunaqa salatni oddiysini yeb ko'rdik. Bu xullas sir qo'shilgan salat ekan. Xalit uchun, bola uchun free, non, hozir asosiy ovqatimiz ham keladi. Tashu. Nima u tashu? Tashu. Free. Shunaqangi prям chiroyli joy ekan, семейный prям joy. Qaraydi. Narsalarimizni ham olib kelib berishdi. Особенно ko'chada такой oppoq stulchikli joyligisi bor ekan. Aytganda, ana bolalarsiz qabulchuklarda qo'l chaladi ekansiz. Shimolsa. Xayrli kun, hammaga yaxshi mislar.
Bizda yenga-ku ertalabdan Xalit qaynonam bilan birga ishga ketdi. Совершенно bilan случайно bir post bo'lib ketdi, chunki qaynonam ishga ketyaptilar. Xalit uyg'onib qoldi, keyin yig'lashni boshladi, ergashishni. Этот tezgina kiyimlarni yig'ib terib taksiga kelguncha anaqa qilib otim edi. Xalit chiqib berib yubordim. Вот, biz uydamiz Amina bilan. Amina uxlayapti orqada. Men esa такой уходовый video olaman. Вот, shunaqa gaplar. Bugun kech payt hali chuchvara yeyishga bizani taklif qilishgan. O'shanga qaynam bilan, o'zimni oyim bilan ikkala bilan, erim bilan birgalikda o'sha yerga boramiz. Chuchvara yeyishga sizlarni ham o'zim bilan birga ketib olaman. Og'zimga, tilimga stomachiya chiqqan, shunga qiynalib gapiryapman. Hozir chunki videolarimni ham prям qiynalib oldim. Takoy gapirishga qiynalib ishqib striptozit ham qildim. Sinkam ko'k narsa bor ekan, o'shani ham surdim tilimga. Keyin qiynalib ketyapman gapirishga. Biz hozir shunaqangi bir atmosferni joyga keldik, chuchvara yeyishga. Menimcha bu joy anchadan beri bor. Xalit bormi? Kecha syomka qilishga qizlar kelsa. Rosa chiroyli ham joy ekan, hozirlik ham ko'rsataman. Prям juda ham chiroyli, devorlari ham shunaqangi prям eski zamongi stilda qilingan. Qanaqangi atmosferniy joy, prям еще muzikalar. Devorlarni qizil-laganlar ilinib turibdi. Achchiq. Choyni ham bunaqa sopol anaqalar olib kelishdi. Interyer juda ham chiroyli ekan. Chuchvaralarimiz ham keldi. Bu oddiy chuchvara. Bu такой необычный сырный chuchvara ekan. И yoniga mana shunaqa har xil narsalar. Qurt bu yoqda mamcha ikra, qatiq, suzma, xullas o'sha chuchvara bilan birgalikda komplektda ekan. Zelень, murch, garmdori. Bak. Daryoda hattoki anaqa ham bor ekan. Bedana qushi bo'ladi-ku. Tamam. O'sha sayrab turibdi. Qurtobamiz ham keldi. Naryoda esa achchiq chuchvara. Achchiq sevuvchilar uchun. Bu yerda akroshka, Xalit hozir akroshka yeyapti. Прям shunaqangi prям natsionalniy anaqa stildagi stol. Kelliza chuchvara degan joy. Mana bu yerda lokatsiyasini ham sizlarga qoldiraman. Telefon nomerlarim bilan. Menga prям juda ham yoqdi. Turistlar kelishga atmosferniy joy ekan. Qanday maza ikkita bola uxlab yotibdi. Menda esa syomочный protsessli videolarimni olishim kerak. Hozir ikkalasi uxlaguncha tezgina videolarimni olib olaman. Kстати, qaranglar. Haligacha men bu очистителim qizil bo'lib ko'rsatyapti. Hatto oyna ochmayapman. Chang har kun artyapman, lekin baribir qizil. Demak, uyimiz juda ham o'ta chang. Kecha sochim yuvgandim. Ertalabdan jingalak qilib oldim. Shunaqa ko'rinishda bo'yanib oldim. Kстати, 2 kundan keyin biz anaqaga boramiz. Nima deydi? Family Garden degan zona o'dihaga bir kunga. Prям ertaga xudo xolisa uxlab tursak, keyin juma kuni ertalab vaqtlidan yo'lga chiqib ketamiz. O'sha prям mazza. Bunaqa kir havoda to'shna chiqish kerak, toqqa toza havo bilan nafas olish uchun. Hammaga ham foydali hozirgi положениямda, homiladorlik paytimda. Shuning uchun ikkita bola bilan, turmush o'rtog'im bilan chiqib ketamiz. Dam olib kelamiz ozgina. Hozir tezgina перекусить qilishga keldik Saxovatga. Uyimizdan yonida, kстати, bu yoqqa oldin. Bu yoqqa oldin litsey payti kelardik. Shunda o'qishim yonida, Turinda o'qiganman, kстати, litseyda. Bu yoqqa kelardik. Hozir o'tiribmiz naryoda Xalit. Kстати, shuncha narsa oldik. Atigi 135 ming shunaqa bo'ldi. O'sha klassni ikkita odam uchun juda ham to'yimli. Ichida kompot ham bor, salat ham bor, shirinlik ham. Achchiq Xalit. Kech bu achchiq Xalit. Xalit ochma. Xalit. Mana ovqatimizni bo'lmadiki. Turmush o'rtog'imniki. Salat ikkita anaqa. Ochma, u achchiq Xalit, qo'yib qo'y, ochilib ketadi. Nima ekan? Botirmoqchimisan? Bo'ldi, hozir stulchikka o'tirib olasan, botirasan, xo'p?
Bu ikkita aka o'yinchoq o'ynab o'tirishibdi. Cho'milib chiqishdi, ovqat yeb chiqishdi. Yurmayapti-yu. Yurmayapti-ku. Biz yana legushka путешественница bo'lib yo'lga chiqdik. Bugun Family Gardenga boramiz, toqqa dam olishga bir kunga. Ana ikkita bola oyna tomosha qilib o'tirishibdi. Yaxshimi Xalid? Shunaqa bolalar bilan birga birinchi marta bunaqa uzoqroq joyga ketyapmiz. Ko'ramiz. Надеюсь, oson bo'ladi. Hamma narsa bo'ldi. Первое необходимое, lekin bolalar narsalari juda ham ko'p bo'ldi. Shunaqa. Xalid. Aye, Qad ketyapsan? Tom, Toqqa. Ah. Toqqa. Tom, Tom. Biz kirib oldik, keldik, и сразу обедga tushdik. Пока xonada tayyorlaguncha. Xona maskatda tayyorlaguncha shunaqa прям mazza. Shunday bilinyapti, toza havoligi. Shunda suv bo'yi pastda. Детский stulchiklar ham naryoqda Xalid o'tiribdi. Значит, bu yerda hozir bizda mastava, manti, salat и kompotик. Так, biz xonaga kirdik. Mana shunaqa nomerimiz. Yotib ol Amina. Yotib ol Xalid sanam. Pistoletmi? Papa. Oy, вообще mazza bir pas dam oldik. Ikkita bolam sut ichyapti. Kстати, soat 6 da ужин ekan. Ungacha esa hozir bir pas aylanamiz territoriyani, chunki bu yerda детский площадка bor, basseyn bor. Nomamchi suv, cho'milish joyi juda ham sovuq, chunki havo такой salqingina. И mama qaldiroqlar gumburlayapti. Kстати, qiziqarli fakt. Mana oila qurganimga 4 yil bo'layotganmiz. Turmush o'rtog'im bilan birinchi marta bunaqa joyga borishimiz. Вот. И bolalar bilan birga bu boshqacha prям alohida experience, chunki bolalar bilan sal qiyinroq, turmush o'rtog'im bilan kelamiz bo'lganimizda ancha oson bo'lardi deb o'ylayman. Hozir esa chut-chut qiyinroq. Ну ничего, зато buni ham o'zini gashti bor. Ko'chadan ham rosa chiroyli, prям tog'lar, toza havo. Tezroq ko'chaga chiqish kerak bor bunaqa havoga deb o'ylayman. Asha mazza. Imkon bo'lsa, bir hafta yashab ketish kerak deb o'ylayman bunaqa joyda. Tak, bu yerda bolalarga multik qo'yib berganmiz, lekin ko'rishmayapti. Sut ichib yotishibdi ikkalasi. Игровой площадkalar ham bor ekan. O'sha bolalar uchun zo'r, oilaviy dam olish uchun yaxshi joy ekan. Family Garden degan. Yaxshimi? Teskari emas, o'tirgani. Yaxshimi? Zo'rmi? Qo'rqmayapsanmi, Xalid? Yaxshimi? Yaxshimi? Bigish, Bigish. Yiqilmaysan. Ana ikkita bolani qaranglar. Maza qilishibdi, shunaqangi bilan toza havo. Basha zo'r. Kelinglar, men tog'larning balandligini hozir ko'rsataman. Tog'lar, tabiat. Вообще прям o'zbekchacha bir kunga emas, bir haftaga kelish kerak ekan. Shunda prям to'yib, kislorodlarga nafas olib.
Tabiatda bo'lganimizga ham qornimiz prям juda ham tez ochib ketdi. Hozir soat 6:30. Biz ujinga chiqdik. Amina prям не втерпёшь kutib o'tiribdi. Hozirgi stolni ko'rsataman. Qaysi ovqat qilsan? Qara. Qaranglar, bu yerda жаркое, mevalar, мясной пирог, vinegret. Kompot ichasan. Вообще prям mazza. Salqin muzdek havoda Pulverini kompot ichasanmi? appetit ochilyapti. Amina bu yerda. Bu yerda esa Xalit obedda uxlab qolgan edi, endi turyapti. O, pastda rechka, prям ugam anaqasi. Shundoq. Ikkinchi tapchanlar ham bor ekan. Hozir shunaqangi chiroyli manzarani ko'rsataman. Qaranglar. Ugam suvi, tog'lar. Ayshi krasota. Shundoq nafas olsa, prям burun maza qilyapti boru. Juda ham zo'r. Biz hozir zavtrakka chiqdik, soat endigina 9 bo'ldi. Pastdagi hamma tapchanlar band. Полный odamlar prям yana tushib yotishibdi. Ko'chada ham birsa ko'p odam. Menimcha shu shanba yakshanba uchun kelishgan. Lekin juda ham ko'p odam. Tak, bizda zavtrakka bu yerda risovый kasha, kolbasa bilan tuxum, tvorog, yong'oq, chuchvara, sariyog', kofe. Burada Xalit o'tiribdi. Amina. Bu yerda такой firma keldi, hozir такой team building bo'lib, prям organizatorlar nimadir organizovat qilishdan qopton qaranglar kattaligida. Shu zo'r bir dunyo hali aytdimku tapchalar to'lib ketdi deb. Akasi organizatsiyani kelgan. Mana shu yerda meropриятияларni o'tkazishyapti. Saqlanma! Bilan qoptog'ini ko'rib, Amina ham qo'li qoptog'. Давай, bomba! Biz hozir obedga keldik. Точнее kutib o'tiribmiz. Qaranglar, orqamdagi manzarani chiroyliligini. Mana shu yerda zo'r. Hozir mana shu o'zida video olib makiyaj qildim. Men bunaqangi mista sevib olaman. Такой. Makiyajim yengilgina освежающий bo'lib turadi. Shemazi постоянно haliga anaqalar ham o'tirishyapti ovqatga. Qaranglar. 3 ta banda o'tirib olgan. Xalit, Amina, adasi. Suvlarni tomosha qilib o'tirishibdi. Вообще prям zo'r tabiat, juda ham zo'r bor. Toza havo, shamol. Naryoqda ko'k anaqalar kelyapti. Ko'k tuchkalar, prям hozir скорее всего yomg'ir yog'adi kechga. Juda ham zo'r. Kстати, Toshkentda grad yog'ibdi, do'l yog'ibdi. Bizda esa havo zo'r. Imkon bo'lsa, почти bir haftacha qolsa bo'lardi bor bu yerda. Bir haftacha qolib, o'tirib, dam olib ketish kerak deb o'ylayman. Так, bizda obedga первыйga тефтелька, bu yerda salat греческий, kompot. Suvi chiqib. И hozir второй ham olib kelishadi. Bugun shu qizni tug'ilgan kuni 21-iyun. Qo'ylaychalada. Ayvo. Bugun 22-iyun, kecha Amina tug'ilgan kuni o'tdi, mehmonlar chiqishdi. Unaqa ko'p video olishga anaqa bo'lmadi, chunki yugurdilar bilan, tayyorgarliklar bilan vaqtim bo'lmagan edi. Endi hozir kecha oyimgalar kelishamagan edi. Oyimgalarni bugun kafega taklif qildim mehmonga. Вот, o'sha yoqqa ketyapmiz. Bu yerda Amina. Amina, bitta kiyimingni ko'rsat. Kulib qo'y. Ay, молодец. Xalit, sen ham ko'rsat kiyimingni. Kepkalaringni ko'rsat. Voy. Qanaqa rang bu? Sariq. Sariq emas, oq.
Oq futbolka, yengi futbolka. Ma. Aminani ham kiyma yengi. Voy, voy. Ha, shapkang bormi sani? Voy. Kiyib ol boshingga. Kiyib ol. Молодец. Voy, muncha chiroyli. Voy, voy. Kiyib ol. Kiymaysanmi? Sen ham shapkang bormi? Isib ketdingmi? Yechib tasha. Aminani tug'ilgan kunini nishonlash davom ettiramiz. Sovuqga keldik. Shunda Maksim Gorkiyda Oymilan yuvesini yonida. Hozir ovqatlanib oldik. Har doimgidek все на высшем уровне atmosfera bilan zo'r, живой muzika, ashula. Bir o'zi qaysidir vlogimda sizlarga ko'rsatgan edim. Chiqib maza qilib o'tiribmiz. Zo'r ikkita bola maza qilishyapti. O'ynab, ikkalasi qornida to'q, repetitsiya qilib o'ynaydi. Kстати, площадка ham bor bolalar uchun. Hozir soat endigina 7 bo'ldi. Voy, mashinasini ko'rsataman sizlarga. Soat 7, men soat 5 turganman. Ertalabdan cho'milib chiqdim. Keyin hozir yuzimga o'qot qildim. Shu o'qot haqida sizlar uchun ham oldim videoni, chunki ko'pchilik so'raydi, yuziga nima qilasiz deb. O'zi aslida o'sha narsani ishlataman. O'sha narsa haqida video oldim. Такой mini shorts qilib. Вот. Endi hozir пока ikkita bola uxlaguncha content plan yozib chiqishim kerak, o'shimni ham jamlab olib, ssenariylar yozib videolarga. Chunki oxirgi kunlar prям bosib ishlayapman, chunki tug'ishimdan oldin hamma videolarimni qilib oladigan deb o'sha proyektlarimni. Вот, и plus endi yaxshilab ishlab, keyin yaxshilab dam olish uchun shuning uchun shunaqa hamma narsani ilojisi bor. Hozir men quritib olaman, ukladka qilaman и kunduzi bolalar uxlayotganda yana qolgan videolarimni olib montaj qilaman. Boshqalarni bilmadim-u, lekin o'zimda bo'yanib, sochimni takой лёгкий укладка qilsam, сразу настроением ochiladi. Bu yerda işte Amina. Kстати, Amina kecha yurishni boshladi. Sekin-sekin qadam bosyapti. Bu yerda Xalid. O'chirdingmi svetni? O'chdimi? Shunaqa hammamiz o'tiribmiz, o'yinchoqlar o'ynab. Amina yur. Shu. Bo'ldimi? Tuzatdingmi? Amina necha yoshsan? Xalid necha yoshsan? 5 yoshmisan? 3 yoshmisan? 2 yoshsan? 2 yosh. Amina uxlab turdi. Qo'liga mikrofonimni olgan, o'zicha gapiryapti. Gapir. Yo'qmi? Voy gapir. Orqada esa Xarid uxlab yotibdi.